Erkin Asiya Radyosu'nun 24 oktyabr xəbərdə bu həftə Kanada parlamenti Xitayning zulmiga uçurgan Uyg'urlar va boshqa Türkiye millatlarının masalasini hal qilish uchun yangi tadbir elishni muzokara qilmoqchi ekan. Yer shari pochtasining xabar qilishicha, 26 oktyabr kuni Kanada parlamenti Liberallar partiyasiga tava parlament a'zosi Samir Zubarning taklifini muzokara qildi ekan. Bu taklifda Sharq Turkistondan qochib Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlardan 10 ming odamni Kanadaga o'rinlashtirish chaqiriq qilingan. Zubari bu vaqtda to'xtalib, 10 ming Uyg'urni Kanadada o'ltiraqlashtirish plani navbatda Xitoyda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik fojiasini ozlatishga yordam berdi degan. 24 oktyabr kuni Konservativlar partiyasi Avam palatasi ko'chmanlar komitetiga bu yil atiyozda e'lon qilgan bir dokladga qarab yiqishni talab qilgan bo'lib, bu dokladda Ottawa shahrining alohida tadbir qo'llanib, Sharq Turkistondan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa millatlarni panohlikqa elish kerakligi chaqiriq qilingan. Kanada Uyg'ur kishilik huquqni qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xtaning bildirishicha, Sharq Turkistondan qochib Turkiya yoki O'rta Sharq ellarida panohlanayotgan Uyg'urlar har vaqt Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelmoqda ekan. Xitoy hukumati bularning orasındagi aktivlarning ovozini o'chirishga va har xil yo'llar bilan ularni qaytarib ekitishga kuchayotgan bo'lib, buning oldini olish aslida xalqaro bir harakat bo'lishi kerak ekan. Xitoy Kommunistik partiyasining 20. navbatlik mamlakatlik qurultayining yepilish marosimida dunyoni hayron qoldiradigan bir ko'rinish bo'ldi. Ya'ni Xitoy Kompartiyasining sobiq bosh raisi Hu Jintao yig'in so'rindan majburiy ilib ketilgan. Yangi markaziy komitet a'zolari tizimlikida polk guruhi butunlay tozlangan ekan. Chet el taratqullari Hu Jintaoni ilib ketishdan ilgari texnik ko'p sin ko'rinishlarni, rasmlarni oshkorlagan. Bu Hu Jintaoning majburiy ilib ketilganligining sababini texnik oshkorlagan. Bir necha kun ilgari chet el taratqullarining ko'rinishlarida Hu Jintaoning ilib ketilganligi to'g'risida texnik ko'p tafsilotlar oshkorlangan bo'lib, Hu Jintao ilib ketilishdan ilgari u Xi Jinpingning qo'g'dug'uchisi va markaziy ishxonaning muavin mudiri Kong Xiaoshun bilan azroq tortishgan. Hu Jintao qizil toshli hujjatni qayta olmoqchi bo'lganda, Li Jianshu tarafidan takror to'xtatib olingan, hamda o'rnidan turmoqchi bo'lganda Wang Hunyang tarafidan tortib to'xtatib qo'yilgan. Shu vaqtda Xi Jinping xizmatchilariga Hu Jintaoni ilib ketishga buyruq qilgan. Hu Jintao ayrılishdan burun Xi Jinpingning oldidagi hujjatni elish uchun qo'l uzatganda, Xi Jinping uni qo'li bilan bostirib olib bermagan. Kuzatuvchilar yig'in hujjatlarining talash-tortish qilishining markazi bo'lishi mumkin deb qaragan. Uning ustiga bu qizil hujjatning Xitoy Kompartiyasi markaziy komitetining kandidat tizimligi bo'lishi mumkinligini faraz qilgan. Xitoyda hozir Hu Jintao to'g'risidagi aloqador uchurlar butunlay o'chirib etilgan. Hu Jintao va uning o'g'li Hu Feifengning ismi sezgur so'z deb qaralib, ijtimoiy suhbatlarda ularga munosabatli inkoslar ma'ni qilingan ekan. Ba'zi to'rdoshlar Hu Jintaoning 2008-yillik Beijing Olimpik tanarkat musobaqasining ochilish murosimiga qatnashgan rasmlarining rasmiy o'chirilganligini bayqagan. Xitoy masalalarining obzorchisi, tarix va madaniyat tadqiqotchisi Jang Apandining qarashicha, 20. navbatlik mamlakatlik qurultaydan keyin Xi Jinpingning nurg'unlagan o'ziga qarshi siyosiy dushmanlarini tozlaganligini ko'rib olishga bo'lganligini, Jiang Zemin va Zeng Chengxongning guruhlar asosiy zarba obyekt qilganligini, bundoq bo'lganda partiya ichidagi Xi Jinping qarshi kuchlarni tozlig'i bo'lganligini, Xi Jinpingning bir kishilik diktator nishonini oxiri amalga oshirganligini, ammo bu ishning texi oxirlashmaganligini, Xi Jinping va ergash kuchlarning dunyoga hukmronlik qilishining boshlanishi dal uning oxirlashishining boshlanishi bo'lishi mumkinligini, chunki chekidan oshganlar ta'tir yo'linishida vayron bo'lganligini bildirgan. İctimai suhbatlardagi sin ko'rinishda ko'rsatilishicha, 23 oktyabr kuni kechda Shanxayning Jing'an rayonidagi ikki Xitoy qiz qo'lda oq ranglik lozungini ko'tarib ko'chada namoyish qilgan. Lozungida kerak emas, kerak deb so'z yozilgan va 3 qatim takrorlangan ekan. Bu qizga nurg'un yoshlar ergishib mangan. Ularning biri bizmi bundaq qilishni izchil o'ylab kelgan edik degan. Beijing Stone ko'rikidagi voqeadan keyin bundaq norozilik harakatlar davomlashmoqda ekan. Bir Shanxaylik mundaq degan. Yoshlar asosan internet tori to'sma tomdan halqib, Xitoy hukumati tarafidan yoshirilgan nurg'un xabarlarni ko'rdi, qalbida tushunadi, ammo harakat qilolmaydi. Masala ko'rilgan hamon yanil adolat tuyg'usi bo'lganligini, bevosita ifodalab bera olmaydiganligini. Chunki cheklash, bostirish intayin kuchli bo'lg'achqa, faqatli qizim sanaday, kelinim sen angla degandek ish harakatlarni, so'z o'yinlarini qilsa, nurg'un kishilarning asosiy maqsadini tushuna oladiganligini bildirgan. Reuters agentligining maxsus xabari qaraganda, Amerikaning sobiq kurash uchquchisi Xitoy uchquchini maxfiy tarbiyalaganlik uchun Avstraliyada qo'lga olingan va o'tkazib berishga duch kelgan. Avstraliya Federatsiya soqchilari juma kuni 54 yoshlik Dugganni qo'lga olgan. Avstraliya sud xotirasida ko'rsatilishicha, bu yana ikki soqchi va bu dialoq chetishlik Amerikaning sobiq uchquchining advokati tarafidan dalillangan.
Oshkora so'zlashga huquq berilmagan soqchining aytishicha, Duggan Amerika fuqarosi bo'lib, federativ soqchilar rasmiy o'tkazib berish jarayonidan ilgari Amerikaning talabiga asosan uni qo'lga olgan ekan. Amerikaning qo'lga olish buyrug'i va u duch kelgan ayblashlarning tafsiloti oshkorlanmagan. Angliyada nurg'unlagan sobiq harbiy uchuvchilar Xitoyga ishlashni to'xtatish kerakligini, agar to'xtatmasa yangi qonun bo'yicha davlat bexatarlik sabablari bilan ayblanishidan ogohlantirgan ekan. Avstraliyami bir qism sobiq kurashchi uchuvchilarning Xitoyda ishlashga yaqinlashganlik to'g'risidagi xabarlarni tekshirayotgan ekan.